Assalomu alaykum. Eee, Mau Excel'ni ishlatadigan savolashlar agarda kompyuteringlarda Excel bo'lmagan bo'lsa, Google'ninki Google'ga nima qilgan bo'lsanglar, tizimlab qo'ygan bo'lsanglar agarda akkauntinglar bo'lsa, mana yana bosgandan keyin qarasanglar bu yerda Sheets deb bir narsa bor. Ma Docs degan nima? Word. Ma Sheets degan Excel, ma Slides degani nima? PowerPoint hisobda. Bulardan foydalanib agar kompyuteringlarda Office, Microsoft Office bo'lmasa qilib qolsa, yana bir xil usul nima qilsanglar bo'ldi. Open Office deb birisi bor. Bu haqsiz mana ishlasanglar bo'ldi. Buni tushirib ishlasanglar haqsiz o'xshash Office miqdori bor. Yo'qolmasa shu mana hozir degandek manadan miyadan mana sheetni bassanglar bo'ldi. Sheetni bassanglar u manada nima chiqadi? Excel chiqadi. Excel chiqqandan keyin ana keyin shuma quruq deganni besib ham yozib qilsanglar bo'ldi. Misol men hozir bir tal tabledan birini bunday qurib qildim hozir. Misol Gulmira deydi. Misol 98 deydi. Andan keyin mundaq misol xilma-xil pallardagi natijasi bo'lsin. Endi buni biz qanday qilamiz? Biz buni cho'qim kompyuterga tushirib olishimiz kerak. Tushirib olish uchun meniki Google'ningki tili germancha shunga ya'ni faylni basasizlar. Faylni basgandan keyin mau download degan gap. Download kirgandan keyin undan keyin Microsoft Excel ya'ni ma'nosida qilishinglar kerak. XLSX degan nimaga? Mala boshqa hujjatlar PDF degandek. Mushuni nima qilsanglar bo'ladi? Mushuni tanlab olsanglar, ya'ni fayl mana qilib bo'lgandan keyin, yasab bo'lgandan keyin, ya'ni tushirib olish uchun kompyuterga. Fayl, download, undan keyin Excel tanlasanglar, kompyuteringlarning xohlagan bir yerga, misol, nimaga ekranga deyli, misol ekranga tushirdim, misol. My Excel birday, misol. Nada save qilgan bo'lsam, mana shu hujjat shu. Lekin mening kompyuterimda o'xshash nima bor? Microsoft Excel mi bor? Unda bo'lganligi uchun mani men bir ekranimda ishlatib oldim. Mana bayatın mavi hozir mening kompyuterimdagi Excel bayatanqisi nimeniki Google'ninki Excel de. Google Excel mavi kompyuterimdagi Excel. Ya'ni bayatı men Google Excel'da yasab chiqqan hujjatni menda o'zimning kompyuterimdagi Excel'da ochdim. Lekin muhimi açsaq açmasak qanday qilish bizning qat'iy nazar bugungi yozgan kodimizda bu narsani ishlatalaymiz. Misol men hozir atdigan ananikin miyagalqi bu directory quranmay qolib qolgan savodashlar bo'lsa, ya'ni directory miya qurildi. Qarasanglar bu src bilan test data nima folders degandan keyin nimasi o'xshash, ya'ni o'rni o'xshash. Bir-birining ichiga kirgizmagan. Bularning hammasi ko'p kart project 2023 ichida. Ya'ni sizlar mush projectninkiga 10 kun chekib, anakin miyadan directoryni tanlab, miyaga yozasizlar ismini. Yozsanglar, bunda bir directorydan birisi bir şey qurildi. Mana shu. Endi men hozir ekranga nim qilib, bunda akab turib, bayatanqi men nima Google'ninki Excel'da yozib olgan Excel hujjatim shu. Bayatdan tushirishni ko'rsatib qo'ydim. Mushni mishagimda serib akasimdan bo'ldi. Serib akab qo'ysam, men refactor qilamsiz deb chiqdi. Deyman, refactor qilma desam, ishlab, ya'ni miya kirdi hamda. My Excel 1 bu. Men hamda my kodni yana qaytadan yozib o'tmayman. Shunga my Excel 1 desam, andan keyin
men mani atyankilik exceptionni o'ngshash uchun 5 deganni sinab ekanman. Shunga uni qilmay row number, ya'ni bizningki my Excel'da row birinchi 0-chi rowni ishlatmaymiz. Birinchi row va birinchi kolumndan boshlab keyin ishlasak bo'ladi. Chunki uning oldida ism va fanlar bor. Uni qilmaymiz. Shunga 0-chi row emas, birinchi rowni ishlatamiz. Andan keyin ma'noga, kolumnga, misol 1 ni ishlatay, ma'noga 1 ma'noga ya'ni o'zimning misol meningki matematika va ximiyadagi natijamni besib chiqarish uchun mau 0-chi row ya'ni 1 deb ko'rindi. Lekin bizda program tuzilganlarni satan mau ne biz 0 deb o'qiymiz. 0-chi indeks. Ma birinchi, ma ikkinchi. Demak men birinchi row va ikkinchi rowni ishlataman va 0-chi birinchi column, ya'ni row 1 2 and then column 1 shularni ishlataman degan gap. İşletsem row 1 2 mani 2 ga aylantirman, andan keyin ma'noga 1 yozaman. Qilsam shuning bilan amiyada ma'nolarni o'zgartirib tushmay, shuning bilan buni men run qilsam inshaalloh meniki matematika va ximiyadagi natijam chiqib turdi. Oh, exception. Read from Excel. Bunu bo'lib ketdi. Oh, ha. To'g'ri. Men bu yerda Excel'ning ma'nosini qilmabman, rost to'g'ri. My login info deb sheet name bor. Men bu sheet name ma'noda bundaq. Men sheet name'ni o'zgartirishim kerak. Excel'ni qaytadan aytib tushmay, bu yerdagi ma'noga o'zgartirsam bo'ldi. Qaytadan qilay. Ya'ni demak hujjatning ismi, andan keyin pass name, andan keyin sheet name, hamma narsa bak muhim degan gapda. Qolgan bir xato bo'lsa, xatolik chiqadi degan gap. Mana meningki bu yerdagi natijamni ma'nosini bostirib oldim degan gap. Ya'ni bu videoni o'sishimlik sabab agar kompyuteringlarda Excel, Microsoft Excel bo'lmay qolib qolgan holatda shu Google'ninki nimasi ishlasanglar bo'ldi. Balki Microsoft'ninkini pul setib oldirasiz. Microsoft Hotmail'ninkini bo'lishi mumkin deb o'ylagandim. Lekin Google'niki haqsiz. Google'ninkini ishlasanglar bo'ldi. Tushunmi? Bularimiz Allohga emanet, xo'sh.